Demak, Ustiga elektromobil olgan bilan quyosh panel olib o'rnatib daromad ko'rgan qaysi biri maqbul? to'g'ri gap aytdingiz. Bo'lib to'lashga elektromobil olishni misol tariqasida aytishimiz mumkin. Bugungi kunda trendga chiqqan elektromobil Honda elektromobili $20,000 eng kami turadi. 21,000gacha topilishiga qarab, bozorda talab va taklifiga qarab. Siz agar $5,000 oldindan to'lov qilsangiz, $15,000 qarz olishga majbur bo'lasiz. $15,000da bugungi bo'lib to'lovchilar asosan yillik 40%dan 60%gacha ustama qo'yishyapti. Agar 40%lik topib olsangiz, $6,000 ustama bilan berishadi. $5,000 oldindan to'lov qilasiz. 15,000ga 6,000 qo'shib berishingiz kerak. 6,000ning har oylik to'lovi $400dan iborat. Demak, $400 siz ustamaga berasiz, mashinaga emas. Xo'p, ana endi o'sha $24,000lik, $26,000lik mashinaga aylanadi-da, chunki siz $5,000 oldindan to'layapsiz, $15,000 qarzni qaytarishingiz kerak. Ustamasi $6,000 bu 1 yilda. Agar siz 2 yilda bo'lsa, yana keyingi yilga $4,000 ustama bo'lishi mumkin. Uni hisoblash kerak. Biz 1 yil misolida oladigan bo'lsak, $26,000lik kapital biz yaqinda bir tanishimizga Honda avtomobilini olib berib, bir oy sinab ko'rdik. Eng yuqori chek 600-700 ming so'm pul ishladi. Ya'ni normal 8 soat ishlaganda. Kuniga taxminan 80 ming so'mlik elektr energiyasi yoqyapti. 50 ming so'mlik xarajati bor, tushlik xarajatlari va litsenziya bu xarajatlari taxminan 20 mingdan aylansa ham, demak 100 ming naryoqdan keyin shu 600 ming chek qilish uchun rosa xizmat qilish kerak ekan. Chunki premium deganingiz bilan ham premiumni kalta masofalarda buyurtma berishyapti. Ya'ni unaqa 50 ming, 70 minglik cheklar ekan. O'rtacha 600 ming ishlay olar ekan, yaxshi ishlasa, juda savod bilan ishlasa. Demak, 600 mingning 130 ming so'mga yaqinini o'sha Yandex degan ilova olib qo'yapti. Uni ichida 4% solig'i bor ekan, 20% dan yuqoriroq o'z xizmati deb hisoblab olishyapti ular. Teng sherikdan balandroq, ya'ni o'sha siz mashina sotib olsangiz, Yandex teng sherikdan balandroq foyda qiladi. O'zlarining ish, ular endi o'zlari o'rnatgan stavka hisoblanadi. Tojikistonda ham bordik, Jo'ra degani bor ekan, ilova, xuddi avtomobilga. Ular kunlik 100 somon olar ekan. 80 somondan 100 somongacha fiksa, ya'ni aniq bitta summani oladi. Ishlaysizmi, kam ishlaysizmi farqi yo'q. Endi hamma ilovalar o'ziga yarasha nima qiladi? O'ylaymizki, raqobat muhiti rivojlansa, yana ham bular narxlari pasaysa kerak. Lekin bugungi kunda to'g'ri tushunish kerak, taksi ishlab pul topish deganda ko'proq amortizatsiya hisobidan yashashadi. Ko'p katta foyda qilish olmaydi. Bitta avtomobilda agar 2 kishi haydasa, bitta avtomobilning daromadligi oshishi mumkin, lekin 2 kishi mardikorlik qilsa ham kuniga 300 ming ishlaydi. Demak, 600 mingdan 130 ming so'm Yandexga ketadigan bo'lsa, 100 ming so'm nakladnoy xarajat o'sha elektr va nima bo'lsa 50 ming so'm tushlik, 150, 130, 180, shu 300 qolar ekanda o'rtacha kunlik. Lekin bu yerda risklar bor. Hozir qonunchilik juda nima bo'ldi, ba'zi qoidalarni tezda o'zlashtirib ham bo'lmaydi. O'sha shtraflarga, jarimalarga tushib qolishlar bor. Shu hisobda o'rtacha shu 6 million, 7 million tinimsiz ishlasa daromad ko'rishi mumkin bo'ladi-da. Bu yerda endi amortizatsiya bor, boshqa bor, hisoblab ko'rasizlar. U yoq bu yoq shu $300 pul ishlashi mumkin. Yana sizlar izohlarda qoldiringizlar, taksidan qancha pul ishlash mumkin. Ana endi quyosh paneli misolida buni aytadigan bo'ladigan bo'lsak, $20,000 pulingiz bo'lsa, biz $1,5 davlatdan kompensatsiya olib bera olamiz. U $21,500lik kapitalga aylanadi. $21,500ga 72 kilovatgacha, 70 kilovatgacha quyosh paneli o'rnatishingiz mumkin. Savol bo'lishi mumkin. 50 kilovat chegara qo'yilgan, men qanday qilib 70 kilovatni o'rnataman desangiz, 70 kilovat emas, 700 kilovatga ham joy topasiz izlasangiz. Sababi akangiz bor, ukangiz, xolangiz, og'aynilaringiz bor. Bemalol o'rnatishingiz mumkin. Ularning hammasi bugungi kunda quyosh panel qo'yish imkoniyatiga yoki fursatiga ega bo'lmasligi mumkin. Ya'ni buni bozori chegaralanmagan desam bo'ladi. Ya'ni bir inson doirasida ko'proq qo'ysa bo'ladi. Ana endi hisob kitobini oladigan bo'lsak, 70 kilovat 1 yilda 105 million so'm pul topadi. 100 million deb hisoblaydigan bo'lsak, 100 million toza foyda, hech qanaqa benzin, elektr, xizmat, mehnat yo'q bu yerda. 100 millionni o'rtacha bo'ladigan bo'lsak, 8 million
300'dan to'g'ri kelyapti. Oylar kesimida. Yozda masalan 10 millionni tepasi, qishda 5 milliondan kamroq pul ishlasangiz, o'rtachasi o'sha 100 million so'm toza daromad bo'ladi yillik. Ana endi oylar kesimida hisoblasak, o'sha 700 dollar bo'lsa kerak menimcha har oyiga. O'sha 20 ming dollar siz demak sarmoyani kiritib 700 dollar ishlaysiz. 720 mingga nisbatan endi foizini chiqaradigan bo'lsak, o'sha 3,5% bo'lyapti. Ya'ni tikkan pulingizga nisbatan 3,5% sof daromad ko'rasiz xizmat qilmagan holda. Qo'shimcha yana o'zingiz yaxshi ko'rgan kasbingiz bilan shug'ullanishingiz mumkin. Hattoki 5 million, 7 millionlik bir oylikda ishlab, alohida yana qo'shimcha parallelni daromad ko'rishingiz mumkin. Demak, avtomobilning amortizatsiyasi o'rtacha masalan 21 ming dollar bo'lsa, bugungi kunda mayli 26 ming dollar demaylik, o'zingizni pulingizni xarajat qilib oladigan bo'lsangiz, buxgalteriya asoslarida yengil avtomobillar 5 yilda o'zini eskiradi. Ya'ni har yili 20%. Demak, kamida 4,500 dollar eskirishi bor. Uni kunlarga bo'ladigan bo'lsangiz 10 dollardan yuqori. Demak, 300 ming daromad qilyapsiz, xizmat qilgan holda uning yana 10,5 dollari amortizatsiya. Demak, siz 25 dollardan 10,5 dollar tushirsangiz 15 dollar daromad ko'rasiz. 15 dollar daromadni endi biz o'sha 20-21 ming dollar hisobidagi avtomobilga nima qilamiz? Hisoblab chiqamiz. Kuniga 15 dollar foyda qilsa xizmati bilan birga bir oyda 400-450 dollar bo'ladi. 20-21 ming dollarga nisbatan 2,2% daromad ko'ryapti. Tinimsiz mehnat hisobiga. Quyosh panelida mehnat qilmasdan 3,5% daromad ko'ryapti. Mana farqi shu. Izohlarda fikrlaringizni qoldiringizlar.